Assalomu alaykum. Mavzu ertakchi bolajon haqida. Ertakchi bolajon bu orzulari osmonday baland, tasavvuri keng, har bir narsadan sehr topa oladigan, qalbi yorug' bir bola edi. U bolaligidan kitoblarni yaxshi ko'rardi. Ertaklarni eng yaqin do'stlari deb bilardi. Har kuni qo'lga kitob olganda varaqlar orasida go'yo sehrli shamol esib, uni turli olamlar sari yetaklayotgandek bo'lardi. Bu bolajonning tasavvuri shunchalik kuchli. U har bir o'qigan ertagini nafaqat tushunar, balki o'zicha davom ettirardi. Qaysi ertakni ochmasin, u o'zini shu ertakning qahramoni sifatida tasavvur qilar. Shohlar, malikalar saroyiga kirar, sehrgarlar uchrashar, donishmand cho'lning maslahatlarini tinglar edi. Ertakchi bolajonning eng katta orzusi o'zining ham ertak yaratishi, uni boshqalarga aytib berishi va odamlarni quvontirishi edi. U oilasi, do'stlari, mahalladosh bolalarga o'z xayolidagi ertaklarni aytib berardi. Har bir ertagi o'ziga xos bo'lib, unda mehr, ezgulik, do'stlik, saxovat, jasorat kabi go'zal fazilatlar mujassam edi. Bolalar uni juda yaxshi ko'rishardi, chunki yurakni yumshatadigan, xayolni uchiradigan, insonni yaxshilikka undaydigan ertaklar edi. U har bir ertagini o'zigacha ovoz bilan, hayajon bilan, yuzida tabassum bilan aytib berardi. Shuning uchun ham uning ertaklari yoqardi. Kunlardan bir kun ertakchi bolajon yana kitob varaqlab o'tirganda birdaniga ko'zlari yumilib, sehrli uyquga ketdi. U uyg'onganida esa o'zini butunlay boshqa dunyoda, ertaklar mamlakatida topdi. Yerlar moviy, osmon oltin, daraxtlar gulday, qushlar esa ertak aytayotgandek sayrardi. U hayratga tushdi. Atrofda sehrli mavjudotlar yugurardi. Gapiradigan quyonlar, shaxmat o'ynaydigan ayiqlar, qanotli otlar, kulib turadigan gullar. Bu olam go'yoki uning bolalik orzulari bir joyga jam bo'lgandek edi. Birdaniga qo'l oldiga oqsoqol qush keldi va shunday dedi: "Ey ertakchi bolajon, sen ertaklarni juda yaxshi ko'rasan va odamlarning qalbiga yorug'lik olib kira olasan. Shuning uchun bizning olamimizga taklif qilindik. Endi sen har bir ertaging bilan faqat bolalarni emas, balki butun ertaklar mamlakatini ham saqlab turasan. Chunki bizning kuchimiz odamlarning tasavvuri, ularning ertakka bo'lgan ishonchidir. Ertakchi bolajon shunday qilib ertaklar mamlakatining yorqin yulduziga aylandi. U har yerda ko'plab sarguzashtlarga duch keladi. U shohni yovuz jodugarlardan qutqaradi. Sehrgarlar o'rmonlariga yorug'lik olib keldi. Yo'qolib qolgan malikani topdi. Hatto vaqtni to'xtatib qo'ya oladigan sehrli soatning sirini ham ochdi. Har bir sarguzasht unga saboq, yangi hikmat, yangi ilhom berardi. Bir kuni mamlakat bulutlar ortida qorong'ulikka cho'kib qoldi. Sababi odamlar ertakning ishonishi kamayib qo'ygan edi. Aynan shunda ertakchi bolajon o'zining eng katta vazifasini tushundi. U odamlarning qalbiga yana ertakning ruhini qaytarish kerak edi. U butun bor kuchi bilan yangi ertaklar yaratdi. Ularni juda chiroyli, ma'noli, ezgulik bilan to'la qildi. Bu ertaklar yer yuzini bolalarning tushlariga kirib, ularni quvontirdi. Ularni ishonch, orzu, mehrga to'ldirdi. Shunda quyosh yana porlardi. Ertaklar mamlakati yana yashnab ketdi.
Ertakchi bolajon uyga qaytgach ham ertak aytishni davom ettirdi. U nafaqat bolalarga, balki katta yoshdagi odamlarga ham ertaklar aytib berardi. Chunki har qanday odamning qalbiga bolalik, orzu, quvonch bor edi. U bilardi, ertak bu shunchaki hikoya emas, balki qalbni zo'zlovchi, insonni yaxshilikka yetaklovchi kuchdir. Shu bois ertakchi bolajonning ertaklari hech qachon tugamadi. U qancha ko'p ertak aytsa, atrofdagi dunyo shunchalik yorug', mehrli, chiroyli bo'lib borardi. Va har doim aytardi, ertak bor joyda mehr bor, orzu bor, yaxshilik bor. Shuning uchun har bir yurakda bir dona ertak yashasin.